Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz birinchi qavatda bir xona, ikki xona qilingan kvartira bo'ladi azizlar. Bugun shaharimizni Qalq markazida Abbosning arka tarafida shu yanında svetofordan girib kelasizlar, girib chap aylansangiz shu magnitda o'tgandan keyin o'ng tarafda ikkinchi domda birinchi qavatda joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, mesopolijiyasi ham yaxshi. Yana tarafında bog'cha desangiz bor, maktab bor, transportlar o'tib turibdi bu yandan 18, 19, 7 marshrutlari. Bu tarafimizda esa Amir Temur istirohat bog'i tarafiga chiqsangizlar 13, 28 marshrutlari yuradi. Bu yerda magazinlardan umuman problema yo'q. Shaharning Qalq markazi yo'lni oranarsangizlar Hamza Gaydar maktablari bor. Ditskiy больница keyin bu yerdan svetofordan o'ngga kelsangizlar urologiya, shahar hokimiyati, 02si, pasport tuzsa hamma o'ngayli ajoyib mesada. Bu yandan chiqib chapa bir 300 metr yursangizlar Dehqon bozori borasizlar. Hurmatli vatandoshlar, ajoyib chotki mesada joylashgan. Hem birinchi qavatda sizlar uchun ekranda mulkiyat nomerini qo'yib beradi. Prямо o'zlari bilan gaplashib qolaversizlar. Narxi 215 million deb aytilib turibdi. Kelishadigan yeri bor. Dokumentlar muammosi yo'q. Kelib dokumentlardan tekshirib olaversizlar. Qani yetdik kelsa birgalikda ko'rib tanishib o'tamiz. Domimizdan eldan yetib keldik azizlar. Shu domimiz birinchi qavatdagi xonadon. Mesopolijiyasi ham zo'r, ko'rib turgansiz. Yerlarida zilyon zonalar, daraxtlar ekib qo'ydilar. Eldinda o'quv markazlari ham bor. Yan tarafında bog'cha, maktablar, suv, svet, gazdan umuman problema yo'q. Magazin desangiz bor, apteka, Dehqon bozori ham yaqin. Dehqon bozori 5-6 metr peshkom borasizlar. Dim yaqin yerda joylashgan. Bir yanda Rayhon bozor, Qalabog dükanlari, shahar hokimiyati zo'r mesada joylashgan. Mesopolijiyasi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ham bir xonani ikki xona qilib qo'ydilar. Narxi 215 million so'm. Bu yerda zilyon zonalar, ellarida daraxtlarni chiroyli qilib ekib qo'ydilar. Bir toza havalı mesopolijiyasi ham yaxshi. Bedeni stupenka qilingan, bedeni şöyle taxta qo'yilgan, taxtani teyine tushib ketiladi. Podvalına ega, girish eshiklari turistga eshiklardan Bismillahirrahmanirrahim deb giriladi. Hurmatli vatandoshlar, girgandan bu yerda oshxonamiz ekan. 2-3 razmerda tushgan yerimiz. Bunli jit kabi qilingan. Alnadan vəzi xaladelnik, televizori bu xan taxtası alınadi. Kan həcləri ayaq tiydə giləmləri qaladı. Atapleniyası bor, dəmir katyollar qoyulgan. Divarlar jitki aboy bo'lgan yerimiz. Dalan hesabında faydalanan mesası ekan, dalan desək buladı. Ayaq tiylləri 100% yağaç pol qılıngan. Yanında sanuzeli ortada. Bir də televizor zonaları. Zor mesada joylashgan ekan. Mesopolijiyasi yaxshi. Bu yerda Wi-Fi'lar ham bor. Hurmatli vatandoshlar, Wi-Fi'larning muammosi yo'q. Bu tarafda esa sanuzeli. Remont qilib berishik. Xonadonimizni ajoyib xonadon ekanlik. Bu yerda juda qo'ymagan mestalari bor, banka qo'ymaganlar. Yanımız 3-6 metr razmida, hech bir domda 6 metrlik xona yo'q azizlar. 560 eng kattasi. 6 metr chiqadi. Registrlari bor. Bu tarafda ham veranda qismi bor, orqa tarafidan bog'i bor. Bu verandasini ham yuzatib o'tamiz. Bir pol bo'lgan, baland bo'lgan, teyip podval ham. Atapleniyasi bu demir katyollar bu yerda qo'yilgan. Bu tarafida zilyonli zonalar var. Rashtinli bog'lar. Hurmatli vatandoshlar, orientiri Ablosning arka tarafında magnit dükkanından gelsangizlar, o'ng tarafda ikkinchi domda, birinchi qavatda bir xona, ikki xona qilingan kvartira bilan danışıp o'tdik. Narxi 215 million so'm. Yana tarafında bog'cha bor, maktab bor, transportdan umuman muammo yo'q. Bir yandan 13, 28 marshrutlari, bir yandan 7, 18, 19 marshrutlari o'tib turibdi. Hech narsadan muammo yo'q bu yerda. Dehqon bozori ham yaqin, shahar hokimiyati, 02, pasport tuzsa, urologiya, hamma mehrbotili, hamma o'ngayli yaqin yerda joylashgan. Shaharning Qalq markazidan shunday kvartira qarab yurgan vatandoshlarimiz zo'r odam bo'lsa, sizlar uchun mulkiyat nomerini qo'yib beramiz ekranda. Prямо o'zlari bilan chiqib gaplashaverasizlar. Dokumentlaridan muammosi yo'q. Kelib dokumentlarni tekshirib olishlaringiz mumkin. Eğer kanallarımıza abone bo'lsa, abone bo'lib, like basıp, qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon, ajoyib sifatli xonadonlarni taqdim qilib boramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilimiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayr deb qolamiz.